Assalamu alaikum, hürmetlik sot, hürmetlik sotçu ve hürmetlik advokatlar, hanımlar, efendiler. Assalamu alaikum. Men Xitay Komünist Partiyasının azırgıca boğan türlük vəşleşti təxsilisiga qarmay biyege kelip, milyonlagan xalqның avazını yetkizиш üçün keldim. Savalыңızga rahmet. Men bir kampıda oqutquchilik qildim. Endi muşu lagerninki ismini berelemsiz, hem bu lagerda qanchalik vaqt ders o'tdingiz? Men bu lagerde 4 aydan aşıq 5 ayga yaqin vaqt şu yerda xizmat qildim. Kampının o'rni to'g'riliq aniq ma'lumot beramayman, chunki men olgan vaqtda beshimga qar qatdi kiygizib olib kelgan. Biroq u qaysi noyaga tava bo'lgan jazolar ekanligini bilaman. Qozoq Avtonom Oblis Sharqiy Turkistonning Qozoq Avtonom Oblisi Mo'ng'ulkira noyasiga tava bo'lgan jazolar. Bu yerdagi so'langan kishilarningki, tutqunlarningki millati qaysi millatlardan deb bilamiz. U yerda tutqunlarning tutqunlar Qozoq millati, Uyg'ur millati, Qirg'iz va boshqa millatlar bordi. Prezident qandaqdir misalga qanchalik sondagilar Uyg'ur ya Qozoq bularning soni qandaq? Bu Xitay hukumatının bu Sharqiy Turkiston xalqini yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligida odamlarni tutishda qayerda qaysi millat jiqroq bo'lsa, shu yerning kampusida shu millat jiqroq bo'ladi. Shunga biz turgan yerda Qozoq millati biroz jiqroq, Uyg'ur millati bor. Shunga kampdagi jiqlari shu Qozoq millati, uningki Uyg'ur millati. Siz bayonotingizda shu insonlarningki salomatligi to'g'risidagi materiallar qo'limdan o'tdi debsiz. Bu materiallar to'g'risida tushuntirib berasiz. Men kampda ya da o'qituvchilik qilish bilan birga qandaq o'rnashtirishlar bo'lsa, shuningga bo'ysunishim kerak. Qarshi tursam, hayotimga xavf yetadi. Bunlarning o'zi har qaysiga munosabatlik bo'lgan salomatlik arxivlari shuni retlashga buyurilgan vaqtda o'sha salomatlik arxivlari to'g'riliq uchurlarni ko'rgandim. O salomatlik arxivida har bir odamning qan tipidan tatib, yana jigarning 5 xil tekshirishlari, har bir qimmati, agar ayol bo'lsa, uning qancha farzandlik ekanligi, tug'ut operatsiyasini qilmaganligi, andan o adamlarda yuqumliq kasallarning bor yo'qligi degandek sog'lomlikqa munosabatlik bo'lgan hamma uchurlar aniq qadrlangan. Endi siz bir o'qituvchi bo'lgandan keyin sizga qandaq bir sharoitda sizni shundaq materiallarni ko'rishga ruxsat qildi? Qandaq bir sharoitda buningga ko'rishga ko'rish fursatiga erishdingiz? Bu o'qituvchilik bo'lgan bilan abaydab o'tgandek, men u yerda qandaq narsalarga buyursa shuni chuqur qilishimiz kerak. Bizning qarshi turadigan hech qanday mumkinchiligimiz bo'lmaydi. Shunga men o uchurlarni ko'rish uchun emas, uni retlab chiqish uchun shunday buyruq berilgan. Endi sizningki kitobingizda boshqa materiallarni ko'rganligingiz, Xitoy hukumatiningki plani, Uyg'urlarni millatini yo'qotish plani to'g'risida. Shu to'g'riliq biroz bizga tushuncha bera olamsiz? To'g'ri, bu bek muhim. Men ko'rgan o maxfiy hujjat, Pekindan kelgan hujjat, o hujjatda Xitoy hukumatining 3 bosqichlik rezil plani yozilgan. O 3 bosqichlik planning birinchisi 2014-yildan 2025-yil oralig'ida Sharqiy Turkistonning Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz qatorliq yerlikda millatni butunlay millat sifatida asl qilib yo'qotish plani. Ikkinchi bosqich 2025-yildan 2035-yilgacha bo'lgan oraliq. Bu oraliqda Xitoy hukumati qo'shni davlatlarni
bütünlay nim qilish, o'ziga qaratish qo'shni davlatlarni. Üçüncü basqıç bolsa 2035 yıldan 2055 yıl aralığında bütünlay dunyoga g'o'ji bo'lishdek o'zining rezil planını ishga oshirish. Bu hüccetlerini kim üçün yazılgan? Bu ücretlerini u yerga ip kelgan vaqtda o ücretlerini biz ular qamalganlarga şüphete yetkizish huquqimiz yo'q. Ondan bunu ularning ruxsat qilgan doirasida eng oddiy bo'lgan til bilan o'sha qamalgan tutqunlarga yetkizish. Buning maqsadi tutqunlarni shu orqali o'zining butunlay tabiatdan voz kechib, faqat Xitoy Kompartiyasining gapini anglash, shuningga qarab o'zgarish Patarda kelajakda faqat bir Xitoy hukumati butun dunyoni egallaydi deganga keltirish. Şimdi bunu nayiti muhim mahfiyetlik hüccet depsiz. Nima uchun sizning bayonotingizda bu to'g'riliq so'zlamedingiz? Çünkü o mening bayonotim, sotga topshirgan bayonotim, o mening Adliya arxiviga bergan eng boshdagi bir suhbatim, bir qisqa suhbatimdan e'lingan. Keyin onu mаған avatib bergan vaqtda men o'zim og'riyotgan, doktorxonada yana mening balam og'riyotgan, yo'ldishim og'riyotgan. Shu sabablardan men buningga doirasini kengaytib, hamma mazmunlarni kirishtirishga hech qanday imkoniyatim bo'lmadi. Şu sebeplik ma tercüman kılıvatkan Rahime adam bilen alaqılışıp mening muhim mazmunlarım qeyip qalğanlığını dep bu kişinin nemisini sordum. Aşında deyiş fırsatım bolamdı dep. O kişi mağan qo'shimcha deydiganınız barma degan savol so'rildi. Shu vaqtda deysiniz bo'ladi degandan keyin men shu vaqtda so'zlayman deb umidlanib keldim. Siz depsizki yerim keçiladi sizni saqchixonaga apparat dedim. Bu daim qanchalik vaqtda bir qitim bo'ladi? Bu 2017 yılı 1 aydan başlangan ta'atmagan bo'lgan. Bu jiq vaqt daim davomlashib turdi. 2 haftada bir, ba'zi vaqtlarda 1 oyda bir ashundaq. Shu saqchi idoraga apaga vaqtda sizga nima ish bo'ladi? Olar meni tutib aparatdi. Andan ailemning Qozog'iston ekanligini bana qilib, meni tag aytdi, savol qo'yatdi, yana urib qiynaytdi. Yana ailemni Qozog'istondan qaytirib kelishga majburlaydi. Bu saqchixona qayerga aparatdi sizni? Bu her türlü yer edi o'xshamagan yerlik saqchixona mobatdi, yana boshqa noyilik o'rinlar mobatdi. Sizni bu saqchiga apirishni kim buyurdi? Kim buyruq tushirdi? Kim buyruq tushirganligini bilmayman. Ash vaqtdagi vaziyat ashundaq edi. Chunki Xitoy hukumati Sharqiy Turkiston xalqini yurgizdigan bu necha yil oldin planlagan rezil planni ishga oshirish uchun 26 davlatda, bu Amerika boshlagan 26 davlatda dushman davlatlar deb bekitgan edi. Bu 26 düşman devletin içinde Kazakistan mubatdi. Şunaşqa muşu 26 düşman deb bekitilgan devletler bilen alaqısı var. Tuqqanları var. Aşağıya berip kelgan degandek adamlarning hammasini xavflik adamlarning qatarda tizimlarga kirgizib, shu orqali tutishni texmo chiqaytdi. 2017 yılı tutulgan degan gapni qildingiz. Shu tutish o'rniga apadi deb. Mush tutish o'rniga apaga vaqti qanchinchi aydi 2017 yilninki? Tunji boshlanishi kamp emasdi. You asking the taken into camp or taken in, yes, to the camp to work as a teacher. Okay. Shu lagerga apaga vaqti. 2017 yılı 11 ay. It was November 2017. Right, November, thank you. And you said you stayed there for 4 months. Siz u yerda 4 oy turdingiz, shundaymi? Shundoq 4 oydan ortiqroq vaqt turdim.
Nemeden ders berettiniz yani derslik? Dərslik mazmunlarının əmmisini şu yerdeki münasibətli xadımlar şular təyirləb berətdi. 19-cu qurultayının mazmunları, andan partiyanın siyasatları, prinsipleri, andan Xitay milletinin turmuşluq, ölüm uzutuş, toy ötküzüş degендек aşınıға ayat münasibetlik bolğan gep sözlerini ügütüş. Ders berişdiki asaslık ulanınki məqsidi nimidi? En ahırqı yetidigan məqsidi nimidi? Bu fakat bir ularning özü degендек o bir ügütüş, Xitaydan ügütüş üçün qurulğan yer emas. Bu yerdeki maqsad aşı özlerinin Şərqi Türkistan halkının bütünlüy asılmasıga, bütünlüy millet süpütüde yoqtiş, nişanıga yetiş. Nima qulaslab aytganda, aşı arqılıq mengini juş arqılıq özünün təbiətindən bütünlüy vaz keçtiriş. Bayanatınızda neme söz degende bazılarınki tokugan ayak nemede çıktı mı nemede saman ayak bazılarınki xurum ayak tepsiz ama şunu biraz düşündürüp verelim siz. O lager жазı lager işi iniq көрсетme batdı. Onun da saman ayak kiygenlerini aldı bilen, andan xurum ayak kiygenlerini Keyneden xurmayak kiygenlerini bir taraf qilish degan iniq ko'rsatma batdi. Bu yerdagi samanayak deb o'tagani o oddiy puxralarni ko'rsatdi. Xurum ayak degani xizmatkorlarni, davlat kadrlarini ko'rsatdi. Endi siz o'qituvchi bo'lish suhbatingiz bilan hamda siz u yerda tutqun. Hem o'qituvchi hem tutqun. Shuning uchun siz bilan boshqa tutqunlarning farqi bormi? Ularga endi münasibət qılğan vaxtlarda qandaq fərq var? Mən həm də o yerdə malum olub işləş cəryanında o yerdə mən o cazağa uçurdum aşı caza öyüdə. Həm də başqa tutqunlar bilan oxşamaydigan yerim. Özüm bir uyda yatatdım. Andan tutqulumda kişen yox idi. Yox, ondaq heç qandaq fərqi bolmadı. Çünki onun aldıda mı meni mening ailemni xavfli aile degan nimaga turaqlantirib qo'ygan. Xitoy hukumatining buyrug'i bo'yicha har bir yerdagi rayonlar o'ziga tava bo'lgan ailelarni 3 xil xarakterga bo'lgan. Birinchisi xavfli aile, ikkinchisi o'tirisha xavfli aile, üçüncüsü xavfsiz aile. The last is a safe. Mening ailem bu Qozog'iston bilan munosabatim bo'lganligi uchun aşı xavfli aile qatorida ondan tutadigan adamlarning odatda shu birinchisi xavfli aile, ikkinchisi o'tirisha xavfli aile deganlarni asos qiladi. Endi siz o'zingizning uyadiligingizningki sababini bizga tushuntirib berdingiz. Endi aşağıdaki tutqunlar özünün nima uchun aşağıda tutulup turayotganligini biladimi? Sebebini biladimi? Xitoy hukumati mushu razil planni unumli ishga oshirish uchun 70 necha turlik bo'lgan yolg'on töhmetlarni aşı gunohsiz adamlarga, Sharqiy Turkiston xalqina çaplab, şu her bir adamga aşındaq yolg'on töhmetlar orqali tutib kirgizilgan. Nima uchun o'zini ashaga akirganligini, ya'ni ularga deb berganmi nima uchun? Kelgandan keyin deb bergan namasi biladi. Yana eng ichinchiligi bu yerda shu o'zining azaldan bo'lib baxmagan Xitoy hukumati chaplagan aşı jinoyatni turli razil vositalar bilan shularga ashuni e'tirof qilishga majbur qiladi. Keyin ular meni jazo lagerdan qaytarib kelgandan keyin endi meni cinayetçi süpütede qamab gözümde yo'qotmoqchi bo'lganligini onu baldırıp planlaganligi ko'rinib turdi. Şuңашqa ular bunun əmmisini aldan o'rnashtirgan deb qarayman. Endi kitabingizda shu maxfiy hujjat to'g'risida inchik ko'p uchurlarni beribsiz. Sizce bu shu Beijing'ninki qaysi bölümdün
qaysi bölümüdün kelgan? Uyada merkez dep yazıqlıq, merkezinin andan aslında nimaga maxfi ücret dep yazıqlıq, yana onun da qol qoyuqlıq. Basqınçılıqqa uçuruşu toğrısıdaki gapga kelsak, sizce her keşte bu vaqa bo'lib tudimi? Şundaq, bu ayollarning basqınçılıqqa uçuraşı, cinsi parakendikka, zo'ravonlikqa uçurash dafsanda qilishi bu uyadagi doim bo'lib turadigan ish. Pekindan cheksiz huquq berilgan ularga, shunga ular xalaqanin qalalaydi. Özleri xalaqan ko'zi tushib qolgan ayollarni tanlab aytib ketadi kechda, ertasi yandırıp ip keladi. Siz yana bayanatınızda bir qizninki basqınçılıqqa uçurğanlığı, yani ochiq oshkora 100ga yaqin kishining oldida basqınçılıq uçurğanlığını bayan qıpsız ve bunu çoxum özre aldın ala plan qılıb qalğan depsiz. Sizce bu buyruqni kim düşegen, kim buyruq qılğan? Kim buyruq qılğanligini bilmeymiz. Bu aşağıdaki bütün jarayonga qarsak, bu çoxum aldın o'rnashtirilgan narsa. Sizce şu 100ga yaqin kishilarninki aşı zalning ichiga akirib çoxum shuni ko'rishga akirilgan. Sizce bularni qandaq tanlab akagan? Kim tanlagan bularninki aşı 100 kishini aşaga tanlab akaganlar? Kimlar tanlagan? Kimler tanlaganligini bilmeymen. Emmimizde buyruq berip aşaga özleri yığıp akeldi. Mesela saqchi buyruqdimi? Kim buyruq çeydi? Mesela sizga. Жаза лагерде әр xil лагер xizmetkarları var. Әр дәрежедегі лагер xizmetkarlarının özünün məsul bulduğun, özünün dərəcəsinə bağlıq bolğan, özünün məsul bulduğun vəzifəsi buludu. Əmdə siz müşahimizə qar öyünün nimligini, bir yerdə nimişlərin bulduğanlığını düşündürüb bilələmisiz. Жаза лагер içində əmmiyyədə күзәтүш kamerası var. Tutqunlarının bütün her bir iş hareketi 24 saat күзәтүштә buludu. Fakat aşı qar öy dep atıladigan öyde kamera yok, kamera ornatılmagan o uyga. Çünkü bu uy aşı qamalganlarga türlü rezil vasıtalardan faydalanıp qiynash, jazalash ep bardigan uy. Onun içige şunda qo'rqinchlik türlü jazo qurollari qo'yilgan. Adatda men ders so'zlab atqanda sirtdan saqchilar bostırıp kirib, aşı özleri jazalaydigan adamlarni so'rab chiqib ketadi. Aşı qariga borib jazalagan vaqtda o uydan biz qutqizinglar degan vaqirgan, ashundaq chirqiragan ichinchilik ovozlarni doim anglab turamiz. Jazalashqa ep ketgan adamlarning ba'zilari shundaq ig'ir yaralangan alda qaytadan so'rab akilib tashlaydi. Ba'zilari shu peti qaytib kelmadi. Men ularni qiynash jarayonida o'lib qoldi deb faraz qila olmayman. Chunki uyada qattiq ishga buyruq bor. Birinchisi, uyadan qattiq qechib ketmaslik kerak adamlar. Yana birisi o'lib qolgan adamlarni başqalar qattiq ko'maslik kerak degan. Nima uchun shuni sababini tushuntirib berasiz? Aşı lager, jaza lagerinin türlü qayda tüzümleri batdı. Hatta başqalar bilan sözleşiş uyaqda tursun, külüşkümü, jığlaşkımı ruxsat qılınmaydı. Tutqun qılgan adamlar ular turib yo'qab ketdi, azayıp ketdi. Aşı azayıp ketken adamlarning o'rniga yenidən adam tutub ekilib toluqtiratdı. Şundaq yenidən tutub ekilib kirgizib atqan adamlarning aralığında kirgizib atqan vaqtda aşı adamlarning aralığında bir qazaq momay batdı. O kişini taqdiki uydan tutub ekilgan vaqtda kiyim kiyishga ulgurtmabdi. Biz qazaq momaylarimiz kalash ötükten sırtadan kaloş giydi. O adamga kaloş giyiş pürsütümü beğenmegen. Tızıp kırgızıp atqanda meni köydü. Şunun bilan
bular meni telefonumda masala bar deb tutib keldi, meni hech qanday gunohim yo'q, meni qutuldirib bering deb meni quchoqlab yig'lagan, yordam so'raganligi uchun men o'sha jazo lagerining qayda tuzumlarini qilaplik qilgan bo'lib, o'sha qariyaga jazolashga akitildim. Sağlık məlumatlarını köygənlikiniz toğrusunda sualım. Siz həm doktorluqmu oqubsizkən, sizcə bu tutqunların bu qədər onların salamətliyinə həm bolubmu ayollarınki şu tuğuş, tuğmağan, ballıq boğan muşu uçurluğa bu qədər köngül bölüşüdeki məqsəd neymi, səbəb neymi? Bu yerdeki sebep benim perzimce, bu yerde iki sebep var. Birincisi, aşı ayallarının aşı bütünlüğü toğut meselesi katarlık olan uçurlarının şundak eğinik yazılışının özü aşı ayallarının aşı bütünlüğü toğumaz kıldığanға çare ip barış üçün tayarlanğan. İkinci sebep, eşkandak salamatlığı yaxşı boğan, eşkandak jukumluk kesellikleri yok, sağlam adamlarını mecburi emgek bilen işki ağza sodusunun mənbəsi dep qaraş üçün tayarlanğan dep hesaplayman. Çünkü şundak adamlarga ayrım belge koyulgan. Belge koyulgan dediniz. Ayrım neymi? Aşındak sağlam, aşındak yaşlılar, yuqumluk kesinlikle yok adamlarga ayrım belge koyup koygan. Okay. Şu lagerden çıqqan vaqtda sizni boldu işin tügüdü degan vaqtda qanday chiqib qo'ydi sizni? Özleri meni qanday appagan bolsa şundak beşim qarqalta kiygizib uyimga akeldi. Andan davamlıq özümün xizmetimde davamlaştırışımda etdi. Lagerda dərs ötüş degan intayın mühim bir rol. Əmdi sizninki ailenizni Xəbəb ailesi deb bekitgan ailenizninki səbəbidən qandaqlarca sizni uyəgi dərs berishqə tanladı. Misalға, siz bir Xəbəblik ailədən boğanlığınız. Soğuğunuzға rahmet. Bunun sebebi, ben Xitay tilini şundaq yaxşı öğrengen, andan Uyghur tilini bilemen, özümün tilimde yaxşı sözleyelayman, muşu sebep ba. Andan beri bir meni en ahırda yine cinayetçi süpütede kamap gözümde yok otuduğanları aldım plangan iğni boğanlıktan bütünley menden paydalanış dep hesaplayman. Bayam siz şu 70 atalmış cinayet dep adamlarını ekirip şu nimqan. Şununda qaysileri şu terörga münasibetlik 70 türlüknün içindeki qaysilarını terörga münasibetlik dep hesaplaydı. O 70 neçe türlük Xitay hükümeti tarafından tayarlanğan, yalğan, koldan yasalğan yalğan töhmetler, cinayetler. Bu yerdə terrorizmga bağlıq bolğanları, İslam diniga münasibetlik bolğan, İslam diniga münasibetlik ders alğanlar, sakal qoyğanlar, namaz okuğanlar, meşitke bağanlar, ballarını, tuqqanlarını namaz oquşqa, İslam dininin qaydısını bilişke, aşınınğa küşkürtkenler. Andan bir vaqtlarda Xitay hükümeti özü yol koyup meşitlerini sağan vaqtda, aşı vaqtda özleri bu adamlarını meşitke yardım qilishqa özleri ruxsat bergen. Azır muşu tutuduğanlardan yine şu terrorizm dep qaragan bir türkün adamlar şu vaqtki meşit sağan vaqtda meşitke yanı qılganlar. O yerda nurg'unlagan aş adamlarning özünün tabiatidan vaz keşken keşmegenligini sınaq qiladigan türlük rezil sınaqlar batdi. Çoşqu güçüge mecburlash aşı sınaqning biri. Bunlar bunu eğer deyilse bu özünki dinidin çekingenlik bulamdı qandaq.
Ондақта оларны егер қаршылық қылмай есе, ондақта оларны өзгерген деп қарайды. Андан ашы ұшырайдыған жазадан аман қалуды. Siz yuqori darajadagi kadrlar shu lagerning ichidagi ish bajarish ishlarini shular belgilaydi debsiz. Shu yuqori darajalik kadrlar kimlar shuni biroz tushuntirib bera olamsiz? U yerda turli xizmatlarga mas'ul, yana o'zining xizmat doirasiga, xizmat darajasiga munosabatlik ishlarni bajaradigan har xil xodimlar bor. Tasks. Yuqori darajali xodimlar, uningdan keyin turadiganlar, yana ishni ishga oshirish uchun ishni ishga oshirishga moslashadigan lager saqchilari, yana yordamchi saqchilar degandek. İnsanlarni bunda qiyin qistab qilib, tan jazosi berib, hamda ayollarni bosqinchilik qilib, bularningki maqsadi nima? Nimaga erishmoqchi? O lagerga qamalgan adamlar faqat әмі günahını özü bilen ketmeydi. Şu arqılıq bir qamalgan adam arqılıq aşının tuqqanlarını bevasita aile azalarini aşı arqılıq bir-birlep muşu maqsadiga yetidi. Bir arqılıq nurgun adamlarını şu arqılıq asılmasa qilish, millat sifatini yo'qotish aşı özünün rezil planına yetidi. Hamda bu lagerlarda qandaq bir kasallar bulungan, mesela yuqumluq kasallar, mesela jinsiy yuqumluq kasallar yoki tuberkuloz degandek yoki HIV ashunaq kasallar angladingizmi, bilamisiz? Turli kasalliklar bor deydi, mening bildiganligim qavziyat bo'lib sirtiga teshiga chiqib ketgan, andan mikroblanib ketgan, suğa o'tib butunlay ishib buyragidan masala chiqqan. Hatta menga operatsiyasi, menga o'smisi operatsiyasi bo'lib, doğru bilen hayatını saqlayotgan aşındaq adamlar mı kampida bor? Bu ayollarga har doim shu dora va o'pil urgan ahvollar borki, bularningki maqsadi nima? Bularning maqsadi butunlay tug'mas qilish, ondan nerv sistemasini buzish degandek, yana salomatlikka ta'sir yetkazish. Chunki ular ashini planlagan. Shu alaqaya qar öyle degandiki qo'llangan uskunlar, bunun içinde aşı tok ötküzdüğün, onun genellikle inçik nemilik, uçluk neme, jülütüdüğün nemiler, muşu uskunlar, doğru mu ben deginem? Doğru. Yes, correct. Bu upçı baskınçılık kığa vakitte aşı baskınçılık kıgan hem sakçılarının maske giygen, doğru mu? Doğru. Şu fırsatınız için rahmet. Mening deydiganligim şu, men Qozog'istonga qaytib chiqqan hozirgi qator mana tunugungcha Xitoy Kompartiyasining turli besimni qarlash, turli besimni taxtına uchrab kelyapman. Hatta men mushaqqa kelyotgan vaqtimni menga ta'tilib, yerim yo'ldan qaytirib kelamiz, biz ashunga bizning qudratimiz yetadi, seni degan ishlarma bo'ldi. Minglarga rahmat. Thank you very much. By whom was she told that they had the power to get her back? Sizni ep gitalaymiz degan kim sizga shuni degan? Telefon nomeri Xitoyning telefon nomeri o yerda. Men videoni aç deb nim qildim, onunga talab qildim, videoni ochmadi.